Qizlar, ko'pchiliginglar so'rabsizlar, mana sprey qanaqa ishlatamiz deb. Buni men sizlarga hozir mana buni ko'ryapsizlar yungini. Hozir effektini ko'rsataman sizlarga. Birinchi chayqatib olasizlar yaxshilab, keyin sepasizlar. Mana sepganingizda yon atrofingizga sachraydi. 10 minut turadi. 10 minut tursa yoki 15 minut tursa effekti ko'proq bo'ladi. O'zi 7 minutgacha mumkin. Mana ko'pirib o'zi chiqadi. Hozir 10 minut o'tsa effektini ko'ramiz. Qizlar mana 10 minut turdi. Endi mana artib ko'ramiz. Mana effektini ko'rdinglarmi? Bitdi. Mana ko'ryapsizlar? Shunday yulib to'kib chiqazadi. Mana ko'ryapsizlarmi? Do и после bemalol ko'rasizlar bo'ladi. Mana effekti haqiqatda zo'r. Mana ko'rdinglarmi? Qolmaydi umuman, terilarga zarari yo'q. Buni yaxshilab yana artib boramiz. Buni umuman qolmaydi shunaqa.